Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men o'zimga fikr keldi. Bu konditsionerni faqat yozda chilla issiqda qo'shmay, hozir sovuqda ham qo'shsak, tok sarfi, elektr sarfi qanday bo'ladi? Bu buni nima qilsak, u boshqa joylarga boradimi yo bu kontini isitib qo'yadimi? Buni qo'shsak arzonroqmi gazga qaraganda? Bu qulayroqmi? Men foydalanib ko'rmaganman. Shuning uchun izohlarda o'z fikringizni qoldirib keting. Mana ko'rayotganingiz Nukus Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'lgan poytaxt Nukus shahri. Albatta, Qoraqalpog'iston ko'chasi, tug'dirish markazi bu yerda. Bu hamma bilishi kerak. Nukus Xo'jayli Toshkent kesishmashi Qo'ng'irot shu joydan ketadi. Bunday ob-havoda faqat bu xonani bu konditsioner sovutgich bilan isitsak, albatta issiq bo'lishi kerak deb o'ylayman. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirib ketasiz va like, obuna bo'lasiz.